Menimcha bu mana shuni ishi bo'lsa kerak. Bugun mavzudan ozgina chetlashamiz. Bugun qurilish haqida emas, remontlar haqida emas, aksincha tovuqdan chiroyli ovqat tayyorlashda sizlarga o'rgatib o'taman. Buni tanish bilishlarimizga, yosh oilalarga jo'natib qo'yinglar. Bu juda ham polezli taom bo'ladi degan umiddaman. Saqlanib qo'yamiz. Like va kommentariy uchun oldindan rahmat. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что не говори, но с другой стороны